E'tibor bering, mundialda debyut uchrashuvini o'tkazayotgan 60% terma jamoalar mag'lubiyatga uchrashgan ekan. Biz nima kutyapmiz? Yillar davomida terma jamoamiz mundialda qatnashsa, 6 ta 7 ta mundialni ko'rib qo'ysa, o'shanda talab qilsak bo'lmaydimi natijani? Ha, yana bir fikr keldi menga. Biz nima uchun terma jamoamizdan play-offni, g'alabani talab qilishimiz kerak? Biz ulardan mana shu g'alabalarni ko'rsatishiga loyiq muxlis bo'lib bera oldikmi? Mag'lubiyatga uchrasa, kommentariyaga kirib futbolchilarni so'ksak, mag'lubiyatga uchrasa terma jamoa murabbiyini, delegatsiyani aybdor qilsak, g'alaba qozonganida faqat yonida bo'la olsak, biz nima uchun jahon chempionatidan ulardan natija talab qilishimiz kerak? Haqqimiz bormi? Hech mana shu savolni o'zimizga berib ko'rdikmi? Portugaliyaga qarshi milliy terma jamoamizga omad tilaymiz. Men ularni yaxshi ko'raman, biz ularni yaxshi ko'ramiz va o'sha yuqorida aytgan gap, ular millat uchun jonini berib o'ynashsa, biz ulardan rozimiz. Olg'a O'zbekiston, vatan omon bo'lsin. Mana gol! Gol azizlar! Gol! Stadiondagi raqib muxlislar esa o'zi choqlar sukunatiga cho'mdi.